Ana Varshavada ana shunday do'konlar mavjud. Ya'ni o'zimizda supermarket, magazin, bufet shunaqaga o'xshash bo'lsa, bu yerda ya'ni Lidl, Bidronka juda ham kam. Faqatgina filiallar juda ham ko'p tarqalgan do'konlar mavjud. Oziq-ovqat do'kon. Ya'ni sen ochib turgandan shunday chegirmali narsalar turadi bu yerda. Mevalar. Burada avokado 7 zlot o'zimizning pulda. O'zimizning pulda o'rtacha 21 ming so'm atrofida. Ya'ni bir shtuki Kolumbiya, Izrailda avokadosi. Bu yerda ham avokado bor. 12 zlot. Faqat bu 500 gram, bir shtuki emas. 12 zlot taxminan 35-36 ming atrofida. Bu yerda eng qizig'i hozir bizlarga banan 7 zlot. Bu ham 21 ming, 22 ming so'm o'zbek so'mida. Ya'ni qimmat deyishlaringiz mumkin. Lekin Polshani holatida, ya'ni oyliklar hisobiga normal holat. Har xil mevalar. Shunday pishiriqlar mavjud. Ya'ni pirog. O'zimizda nima deydi? Chuchvara deydi. Yarim tayyor mahsulotlar. Mana bunday isrogi kam qolgan, 2-3 kun qolgan mahsulotlar mana shuni chiqarib chegirma qilib qo'yishadi. Bir tarafdan bu ham qulay. Shirinliklar. Bu tomonda, ya'ni go'shtli mahsulotlar mavjud. Bu tomonda ichimliklar mavjud. Eng qizig'i, ya'ni har qanday do'konga kirmay, tuzilish bir xil. Ya'ni ichimliklar mana shunday o'ng tomonida mavjud. Go'shtli mahsulotlar chap tomon burchagida, ya'ni joyi o'zgarmaydi. Bu yerda non mahsulotlari. Agar Polshaga, Varshavaga keladigan bo'lsangiz, O'zbekiston nonini sog'inib qolish hech narsa emas. Chunki ko'rganingizdek bu yerda faqat mana shunaqa, o'zimizda nima deydi? Buxonka deydi-yu. Ana shunaqa nonlar hammasi. Baribir ta'mi o'zimiz nonga kelmaydi. Ya'ni men bikon deydi-yu. Shunaqa. Bu yerda muzqaymoqlar. Lekin shunisi qoyil qoldim, muzqaymoqlar juda ham arzon. Ta'mi yaxshi bo'lishiga qaramasdan. Burada sabzavotli salatlar, yarim tayyor mahsulotlari. Yana bizga eng muhimi go'sht mahsulotlari.
Bu yerda ko'pincha cho'chqa mahsulotlari juda ham ko'p. Polshadagi ko'p o'zbeklarimiz iste'mol qilishmaydi, faqat mol go'shti, tovuq go'shti. Yana bu yerda o'rdak go'shtlari ham juda ham ko'p. Tovuq go'shti. Olgan bo'lsak, ya'ni tush qismi 24 zlot. Ya'ni 1 kilosi 24 zlot. O'zimiz pulda 70 zlotga yaqin, 70 zlot. Ya'ni aynan tush qismi. Hammasi bir xil. Mol go'shti mana bunday lahm holatda to'ralgan, upakovka qilingan va sroglari bilan mavjud. Bu 500 grammi 27 zlot. 30 zlot desak ham 1 kilosi 150 ming atrofida. Mana tovuq oyoqlari ham mavjud. Har xil konserva mahsulotlari. Sutli mahsulotlar bo'limi. Aynan qulayliklardan biri, misol uchun mana bu narsani narxini bilmoqchisiz. Buni mana bu QR kodini shunchaki skaner qilasiz. Bo'ldi. Ya'ni bu yerda zlot. O'zimiz 30 ming bo'ladi. Bizning do'konlardan farqlarini kommentariyaga yozib qoldiring. To'lov usullari. Ya'ni mana shunday har xil bankomatlar mavjud. Kassa, agar kartangiz bo'lsa, mana bundan o'zingiz to'lov chiqib ketaverasiz. Kartadan yoki qanaqadir har qanday to'lov bo'lishidan qat'iy nazar. Telefoningiz orqali, chek orqali hamma narsaning iloji bor. Mana bu har xil vitamin, ya'ni dori mahsulotlari ham sotiladi oziq-ovqatlar do'konida. Sport mahsulotlari va alkogol mahsulotlari. Bu yerda hatto mushuk va itlarga ham oziq-ovqatlar mavjud.